Zelenskiy Rossiyaning yashirin 5 ta urush ssenariysi borligini aytdi. Kiyev shimoldan katta xavf kutmoqda. Netanyahu Trampni ogohlantirdi. Tehron yashirin o'yin boshlagani aytilmoqda. Afg'onistonda dahshatli savdo boshlandi. Oilalar 7 yoshli qizlarni tirik qolish uchun sotmoqda. Yer xavf ostida. Elon Musk insoniyatni Marsga olib chiqish sababini yashirmayapti. Rossiya yadroviy raketalarni uchirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mudofaa vazirligi bayonot berdi. AQSh dengizda yangi davrni boshladi. Pentagon lazer qurollarini Eron yaqiniga yubormoqda. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Zelenskiy Rossiyaning yashirin 5 ta urush ssenariysi borligini aytdi. Kiyev shimoldan katta xavf kutmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya urushni Chernigov-Kiyev yo'nalishidan kengaytirishning 5 ta ssenariysiga ega ekanini aytdi. Bu haqda prezident bayonotiga tanib RBK Ukraina xabar berdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina ehtimoliy tahdidni hisobga olib, ushbu yo'nalishdagi kuchlarni ko'paytiradi. U Oliy bosh qo'mondonlik shtabi yig'ilishida Chernigov-Kiyev yo'nalishidagi razvedka ma'lumotlari tahlil qilinganini aytdi. Ukraina albatta o'zini himoya qiladi va hozir bizning vazifamiz Rossiyaning Ukraina shimoli orqali urushni kengaytirish bo'yicha 5 ta ssenariysidan hech biri amalga oshmasligi uchun davlatimizni kuchaytirishdir, dedi Zelenskiy. U agar Rossiya o'z tajovuzini kengaytirishga qaror qilsa, Ukraina har bir ehtimoliy harakatga javob tayyorlayotganini ta'kidladi. Prezident bu yo'nalishda Ukraina kuchlari soni ko'paytirilishini ma'lum qildi. Ukraina tashqi ishlar vazirligiga Rossiya tomonidan urushni bunday kengaytirish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan Belarusga nisbatan qo'shimcha diplomatik ta'sir choralarini tayyorlashni topshirdim. Ukraina razvedka xizmatlari uchun ham tegishli maxfiy vazifalar mavjud, dedi Zelenskiy. Zelenskiy bir necha kun oldin Rossiya va Belarus yana bir davlatga hujum tayyorlayotganini aytgandi. U Rossiya Belarusni urushga tortmoqchi ekanini va prezident Lukashenko bilan bu borada muzokara olib borayotganini ma'lum qilgan. U ikki davlat Belarusdan turib Ukraina hududiga yoki NATOga a'zo mamlakatlardan biriga qarshi hujumlar tayyorlayotganiga ishonch bildirgan. Biz Rossiya va Belarus rahbariyati o'rtasida nima muhokama qilinayotganini yaxshi tushunib turibmiz. So'nggi paytlarda rossiyaliklar o'z faoliyatini kuchaytirdi. Men Aleksandr Lukashenko bilan olib borilayotgan muzokaralarni nazarda tutyapman. Ular Belarusni urushga yanada chuqurroq jalb qilmoqchi va aynan Belarus hududidan Ukrainadagi Chernigov-Kiyev yo'nalishiga yoki chegaradosh NATO mamlakatlaridan biriga qarshi qo'shimcha tajovuzkor operatsiyalarni boshlamoqchi, degan u. Netanyahu Trampni ogohlantirdi. Tehron yashirin o'yin boshlagani aytilmoqda. Isroil Rossiya rahbariyati orasida Eronga qarshi harbiy operatsiyalarni tez orada qayta boshlash tarafdori ekanligi haqida fikr tarqalmoqda, deb xabar berdi CNN 21-may kuni Isroil hukumati manbalariga tayanib. Ma'lum qilinishicha, Tehron diplomatik pauzadan foydalanib vaqt yutishga urinmoqda degan xavotir Tel Avivda kuchaygan. Shu sababli Isroil hukumatining yuqori doiralarda Eronga qarshi harbiy harakatlarni qayta tiklash istagi saqlanib qolayotganini ta'kidlangan. Manbalarga ko'ra, yaqinda AQSh prezidenti Tramp va Isroil bosh vaziri Netanyahu o'rtasida telefon orqali bo'lib o'tgan suhbat keskin ruhda o'tgan. Xabarda qayd etilishicha, Netanyahu hozirgi diplomatik pauza faqat Eron manfaatlariga xizmat qilmoqda deb hisoblamoqda. Afg'onistonda dahshatli savdo boshlandi. Oilalar 7 yoshli qizlarni tirik qolish uchun sotmoqda. Afg'onistonning G'ur viloyatida erkak oilasini boqish uchun 7 yashar qizini sotishini ma'lum qildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Afg'onistonda taxminan 4,7 million kishi ocharchilik yoqasida turibdi. G'ur bundan eng ko'p zarar ko'rgan viloyat hisoblanadi. Abdul Rashid Azimiyning 7 yoshli Roqiya va Rohila ismli egizak qizlari bor. Qizlarimni sotishga tayyorman. Men kambag'alman, qarzdorman, chorasizman. Ishdan uyga lablarim qurib, och, chanqab, xafa va dovdirab qaytaman. Bolalarim yonimga kelib, dada bizga non bering deyshadi. Lekin nima bera olaman? Ishning o'zi qani, dedi u. Abdul qizlarni turmushga berish yoki uy ishlari uchun sotishga tayyorligini aytdi. Bir qizimni sotsam, qolgan farzandlarimni kamida 4 yil boqishim mumkin. Yuragim eziladi, lekin bu yagona yo'l, dedi u. Biz faqat non va issiq suv bilan ovqatlanamiz, hatto choy ham yo'q, deydi qizlarning onasi Kayxan.
O'g'il bolalardan ko'ra qizlarni sotish tanlovi madaniy jihatdan o'g'illar kelajakda oila boquvchisi sifatida ko'rilishi bilan bog'liq. Bu Tolibon tomonidan ayollarning ta'lim olishi va ishlashiga qo'yilgan cheklovlar oqibatida yanada kuchaygan. Bundan tashqari nikoh paytida o'g'il bolaning oilasi tomonidan qizning oilasiga nikoh sovg'asi, qalin puli berish an'anasi mavjud. Abdul va Kayxanning o'smir yoshdagi ikki o'g'li shahar markazida poyabzal tozalash bilan shug'ullanadi. Yana biri esa chiqindi yig'adi. Kayxan undan ovqat pishirish uchun yoqilg'i sifatida foydalanadi. 5 yashar qizini sotgan ota afg'onistonlik yana bir erkak Said Ahmadning aytishicha, u 5 yoshli qizini shaykani appenditsit va jigar o'simtasi bilan kasallanganidan keyin sotishga majbur bo'lgan. Davolanish xarajatlarini to'lashga pulim yo'q edi. Shuning uchun qizimni qarindoshimga sotdim deydi u. Shaykaning operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tgan. Qiz 200 ming afg'oniga taxminan $3200 sotilgan va ushbu mablag' operatsiya xarajatlari uchun ishlatilgan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Yer xavf ostida. Elon Musk insoniyatni Marsga olib chiqish sababini yashirmayapti. SpaceX investorlar uchun tayyorlangan hujjatda ehtimoliy xavflar haqida ma'lumot bergan. Hujjatning 38 sahifasi turli tavakkalchiliklarga bag'ishlangan bo'lib, asosiy xavflardan biri Starship dasturi bilan bog'liq ekani qayd etilgan. Kompaniya strategiyasining katta qismi qayta ishlatiladigan og'ir raketa Starship loyihasiga tayanadi. Biroq SpaceX ushbu dastur bo'yicha belgilangan maqsadlarga o'z vaqtida yoki umuman erishilishi kafolatlay olmasligini bildirgan. Bu holat yangi avlod sun'iy yo'ldoshlarni uchirish va orbitadagi data markazlari loyihalariga ham ta'sir qilishi mumkin. Kompaniya shuningdek orbitadagi data markazlar, Oy va Marsni o'zlashtirish kabi bir qator tashabbuslar amalda hali sinovdan o'tmaganini tan olgan. SpaceX raketa uchirishlari doim avariya xavfi bilan bog'liqligini ta'kidlab, raketa sun'iy yo'ldosh va boshqa yuklar sug'urta qilinmasligini ma'lum qildi. Yo'qotishlar yuz bergan taqdirda moliyaviy zarar kompaniya zimmasida qoladi. Rossiya yadroviy raketalarni uchirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mudofaa vazirligi bayonot berdi. Rossiya yadroviy kuchlarni tayyorlash va qo'llash bo'yicha harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, yadroviy kuchlarga tegishli qo'shin birlashmalari va harbiy qismlarni vazifalarni bajarishga tayyor holatga keltirish, ularni har tomonlama ta'minlash, shuningdek Rossiya hududidagi poligonlar bo'ylab ballistik va qanotli raketalarni uchirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Belarus hududida joylashtirilgan yadroviy qurollarni birgalikda tayyorlash va qo'llash masalalari ham ishlab chiqiladi. Mashqlarning asosiy maqsadlari quyidagilar: qo'shinlarning umumiy tayyorgarlik darajasini tekshirish, rahbariyat va operativ tarkibning ehtimoliy raqibni tiyib turish bo'yicha ko'nikmalarini takomillashtirish, yadroviy kuchlarga tegishli harbiy qismlarni jangovar tayyor holatga keltirish, ballistik va qanotli raketalarni poligonlar bo'ylab sinov tarzida uchirish, mashg'ulotlarga strategik raketa qo'shinlari, Shimoliy flot, Tinch okeani floti, uzoq masofali aviatsiya qo'mondonligi, Leningrad va markaziy harbiy okruglarning ayrim kuchlari tuzilmalari jalb qilinishi aytilgan. AQSh dengizda yangi davrni boshladi. Pentagon lazer qurollarini Eron yaqiniga yubormoqda. AQSh harbiy dengiz kuchlari lazer qurollari bilan jihozlangan esminetslar sonini oshirmoqda. Pentagon hozirga qadar 9 ta Airlight Burg turidagi harbiy kemaga lazer tizimlarini o'rnatdi. Bu haqda The War Zone xabar berdi. Qayd etilishicha, lazer tizimlari o'rnatilgan kemalar orasida Yaqin Sharqda xizmat qilayotgan USS Spruance va USS John Films esminetslari ham bor. Ushbu kemalar hozirda Eron bilan bog'liq harbiy operatsiyalar hududida harakatlanmoqda. AQSh armiyasi so'nggi yillarda qimmat raketalarga qaramlikni kamaytirishga urinyapti. Qizil dengizdagi husiylar hujumlari, Eron bilan bog'liq keskinlik hamda Ukrainadagi urush Pentagonni arzonroq va qayta foydalanish mumkin bo'lgan qurollarga sarmoya kiritishga majbur qilgan. Esminetslarga o'rnatilgan Odin lazer tizimi dushman dronlari va raketalardagi optik sensorli ko'r qilish orqali ularni nishondan chalg'itadi. Tizim razvedka kameralarini ham vaqtincha ishdan chiqarishi mumkin. Shuningdek, USS Preble esminetsiga Helios nomli yanada kuchli lazer tizimi o'rnatilgan. 60 kilovat quvvatga ega ushbu kompleks
kompleks kichik dronlarni urib tushirish va tezkor hujum katerlarini yo'q qilish imkoniyatiga ega. O'tgan yilgi sinovlarda Helios 4 ta dronni muvaffaqiyatli zararsizlantirgani aytilgan. Biroq mutaxassislarning fikriga ko'ra, lazer qurollarining ham kamchiliklari bor. Xususan, ob-havo sharoiti, uzoq masofa va yuqori energiya talab tizimi samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Shunga qaramay, Pentagon lazer texnologiyalarini kelajak dengiz urushlarining muhim elementi sifatida ko'rmoqda. AQSh yaqin yillarda yanada kuchli lazer tizimlarini ishlab chiqishni rejalashtirgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.